Eng yog'li meva avokado. Ha, yog'li faqat siz emassiz. Faqat undagi yog' foydali, sizdagi esa sharmandalik. Eng shirali meva xurmo. Bu tabiiy shakar bombasi. 5tasini yeb qo'ysiz, keyin ko'zingiz pirpirab, orqangiz qichishsa ajablanmang. Eng ko'p oqsil guavada. Bilmasangiz, endi bildiz. Bu meva sizdan ko'ra ko'proq shug'ullanadi. Eng kletchatkaga boy meva malina. Kichkina, yoqimli, lekin ichak masalasida chempion. Antioksidantlar bo'yicha hammasini yanchib tashlaydigani anor. U xuddi qo'riqchi kabi, qarilikni, yallig'lanishni va har xil yomon kasalliklarni ichkariga kiritmaydi. Eng ko'p vitamin C kivida. Sitruslar damini olsin. Kivi ularni ortda qoldiradi. Vitamin A mango. Danagi bor quyoshli bu meva ko'zlaringiz va teringizni vitamin bilan to'ldiradi, go'yoki bir urinishda. Sizni chiroyli qilishga qaror qilgandek. Kaliy bo'yicha hammasidan ustun banan. Yurak, qon bosimi va asab tizimi uchun zo'r. Yodda tuting, agar nima bo'lsa ham, tabiat yaratmagan bo'lsa, og'zingizga solmang. Kimyoviy narsalardan uzoq turing. Videoni bu mevalarni yoqtirmaydigan tanishingizga yuborib qo'ying. Sahifamizga obuna bo'ling.